Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Qadriga yetingar bo'lsa akangiz, qo'lini tuting bo'lsa ukangiz, bir kuni qurisa madordan kangiz, begonalar tomon chopa olmaysiz. Ulardan o'zgasini topa olmaysiz. Assalomu alaykum yoshlar, bormisiz, zamonmisiz? Qalin nigohingizni biz tomon qaratar ekansiz. Ayni 12-yanvar oqshomi videolashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Ayni daqiqalarda biz Qorako'lcha mahallasidamiz. Bu mahallada istiqomat qiluvchi Alisher akamiz bugun 45-46 bahorlari munosabati bilan singilchonlari, jigarli rishtalari, muhabbat, mehr, oqibat ustunligini yaratgan Allohdan so'rab, dadajonim dey, mehribonim, suyanchtog'im akajonim deb Sankt-Peterburgdan alangilik salomlarni yo'llagan Gulnozaxonni eng go'zal tabriklarni siz bilan birgalikda yetkazamiz. Shunday kuzatishda davom eting va biz bilan birga qoling. Assalomu alaykum umri azizlarim. Assalomu alaykum mehribonlarim. Shirin so'zli to'da gavhar ko'larim. Bizni kutgan, kutmaganlar mehrini yo'limizga tutgan barcha qadrbaland aziz qadrdonlarimiz. Bugun ushbu poezdiy xonadonda qutlug' ayyom, saodatli kun, munavvarli kunni qarshi olib turgan 46 bahorni qarshi olib turgan Alisher akamizni yo'qlab kelganmiz. Juda kamon bo'lsa, Alisher akamizni kelinoyi mazahli ayollarni davramiz lobiy markaziga bitta guldiraz konsertlar sababida taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum. Alisher aka, bugungi saodatli kun muborak bo'lsin. Yaratgan Robbim umringizni uzun qilsin, rizqingizni butun, eng avvalo buyursin farzandlar rohatini, baxtini ko'rish. Kelinimiz bilan birgalikda qo'shiq qilib, ardor-ardorlanib, rohatlanib yurish, bugungi 46 bahoringiz muborak bo'lsin. To'g'risini aytsangiz, surprizlar kutganmidingiz? Kutmagandingiz. Demak, o'ylab ko'ringchi, bugungi tashrifimiz kim tomonidan bo'lishi mumkin? Singlim Gulnoza. Nima uchun aynan singlim Gulnoza deb bilyapsiz? Rossiyada shu Rossiyada o'sha yo'q edi. Demak, musofirdagi jigarim deb bilyapsiz. Menimcha qalbingiz sezdi. Ilohim o'rtangizdagi mehr, muhabbat, oqibat bir umrga umrboqiy bo'lsin. Bilasizmi? Asli g'animatimiz bir-birimizga. Dunyoda ayting, mehrdan kuchli nima bor? Shirin so'z aytishdan tolmaymiz zinhor, bizni bog'lab tursin. Mehr va diydor ekan. Dadajonimdan qolgan yodgorim, suyanganim tog'im, ishonganim, oilamizni boshi, har bir so'zlari, nasihatlari, hikmatlari men uchun o'rnak bo'lib kelayotgan akajonim, sizni chin dildan tabriklayman. Va arzimas sovg'amni qabul qiling. Jonim akam, tirgak bo'ldingiz yurgan yo'limga, o'rnak bo'ldingiz har bir ishimga. Yaxshi kunda, yomon kunimda menga judayam keraksiz. Hayotda har bir jabhasida o'z qozoniga solib taqdir qaynatganda yonimda turib, jonim singlim, sen kuchlisan, barchasiga kuching yetadi deb gohida ma'naviy, gohida moddiy yordam berdingiz. Barchasidan Alloh har bir qilganlaringizni dargohiga qabul qilsin. Sizdan Alloh rozi bo'lsin.
akajonim haqida ta'rif berar ekanman deya so'zlarni boshlar ekanlar. Rahmatli dadamdan so'ng dadamni o'rnini bosib turgan, qondosh bo'lgan, jondosh bo'lgan. Boshimga bir yumush tushsa, doim meni yupatgan, ko'nglimga qaragan. Bu oq, bu qora, bu yaxshi, bu yomon deb bolalikdan o'yinchoqlar olib bergan va mana shu kunga yetib kelishimda o'z qissasini ayamagan akajon, sizga rahmat. Qancha ta'riflar bersam, biling barchasi kamlik qiladi. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Bugun yoningizda bora olmadim. Lekin biling yoningizda bo'lmasam-da, masofa uzoq, lekin qalbim siz bilan yaqindir. Manzur tuting. Goh hol so'rab bora olmasam, shirin so'zlar, akajonim ko'nglingizni ola olmasam, inshaalloh, amin deng, inshaalloh sizni hajga olib boraman o'lmasam. Akajonim, shukrona kun muborak bo'lsin. Bugun suyanganim tohimsiz, tirgagimsiz. Har bir ishda o'rnak, ibratimsiz. Menga buning akajon judayam keraksiz. Sizni judayam yaxshi ko'raman. Menga doim ko'rganingiz muhim. Sinamang hech sabrimning kuchim. Shukr qildim borligingiz uchun. Akajon, sizni yaxshi ko'raman. Siz otamdeksiz. Otamdeksiz, otamdan keyin ko'rgim kelar, ko'rganim sayin, sizsiz aniq o'lmog'im tayin. Sizni yaxshi ko'raman aka. Diydorgacha asrang o'zingiz. Yoshlanmasin g'amdan ko'zingiz. Siz bilan hech bir g'amlar yengilmas meni. Sizni yaxshi ko'raman aka. Bugun akajonim shukronalik kunlari. 46 bahorni uch-uchundan qarshi olar ekanlar. Bu kabi yoshlarning ko'pini ko'rib yuring akajonim. Istagim doim ikki dunyoning saodati sizga hamroh bo'lsin. Qalbingizga xotirjamlik, xonadoningizdan qut barokat ayrilmasin. Bizni siyladingiz, siladingiz, ko'nglimizga qarab yupatdingiz. Barchasi uchun Alloh sizni baytiga chaqirsin. Inshaalloh barchasiga yaratgan Robbim ajrini bersin. Musofir yurtlarda hamma narsani topyapman-u, lekin chiganlarimning mehri yetishmayapti. Har biringlarni sog'inganman. Diydorgacha, ko'rishguncha o'zingizni men uchun asrang degan Gulnozaxon singlingiz Sankt-Peterburgdan alangali salom. Dediki eng iliq kalomlarni yo'llar ekanlar. Bir istagim bor, jonim akam. Istagim sajdadan boshqaga boshingiz egilmasin. Bir necha yillar mahallada oqsoqollik lavozimida ishladingiz. Qush tilsa ham siz tilmadingiz. Farzandlar kelajagi deya bularni birovdan kam qilmay qolaversa, jigarlarni o'ynab turib, hali hanuz yo'lda yo'lovchilarni tashib yuribsiz. Jonim akam, ro'zg'or g'amin tashvishini yeb oilangizga bosh bo'lib turgan ekansiz. Inshaalloh bu farzandlarning rohatini, baxti kamolini ko'ring. Kelinoyim bilan qo'shni qarib, murodingizga yetib hojidada hoji onajon bo'ling. Istagim sajdadan boshqaga boshingiz egilmasin. Yaratgan Robbim panohida asrab, jannat bilan sizni siylasin deb muqaddas Qur'oni Karim kitoblarini bitta qarsiylar bilan topshirishimizni iltimos qildilar. Mening baxtim tilagan akam, tilsam boshim silagan akam, bolalikdan mehrini berib, birga o'yin o'ynagan akam. Yo'llarni olov demasdan, otashlarni mushlagan akam, mening uchun hechdan qo'rqmasdan
ushlagan ekan. Ilm olsin, odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan ekan. Ukam yo'lim ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yurgan ekan. Qadri baland, mehribon ekan. Ishonganim qalqonim ekan. Himoyachim, o'g'it berguvchi, akalikda otamdek ekan. Katta rahmat, To'g'rijoningiz o'zim bo'lsin. Hech kim menga berolmas ozor. Qiymatimni qilolmagay xor. Qo'rqmagayman hech qanday darddan. Ishonganim sizdek akajonim bor. Yomon kunda yonimda turgan, yora do'stlar yo'qlamaganda bir kunda men holimni so'rgan. Bitta qonu, bitta jon akam, hammadan ham mehribon akam degan Gulnazaxon singlingiz bo'ladi. Bilasizki, hayotda inson hamma narsaga to'yib yashaydi. Kimdir obro' e'tiborga, kimdir shon shuhratga. Allohning o'zi kechirsin, yashashdan ham to'yib ketadiganlar bor. Inson faqat mehrga to'ymay yashar ekan. Shunday ekan, Alisher aka o'rtangizdagi muhabbat, mehr, oqibat bir umrga bardavom bo'lsin. Jigarchilik rishtalaringiz umr boqiyligiga yo'l yetsin. Ayni daqiqalarda mehrli nikohlarni uzolmay turgan, Sankt-Peterburgda dilini sog'inch o'rta, otam kabi otamdek bo'lgan, mehribonim, suyanch tog'im akajonimni juda ham sog'indim deb sizni ko'rib, obyektdan ko'z uzolmay turgan Gulnazaxonga qalbingizda kechumalar bo'lsa bitirib qo'ying. Marhamat, bitta qarsiylarni qaslatib qo'yinglar. Kutmalarni salomat bo'lib. Obyektlarni ko'zlab bo'lsin. Endi muhtaram aziz mehmonlar, bugun ushbu fayzli ostonaga barcha yuragi yaqinlar yig'ilgan. Keling, hammani tilagi o'zgacha-yu, lekin kelinoyimni Alisher akamizga bo'lgan bo'lakcha niyatlari bo'lsa ajab emas. Marhamat bildirib qo'yasiz, marhamat. Otajon, sihat doim baxtimizga sog' bo'ling. Dunyo tinch turing, uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni birga ko'rish nasib qilsin. Rahmat, ilohim, avvalo o'zinglar qo'shcha qarab, farzandlar rohatlarda, adoqlarda ko'rib yuringlar. Payg'ambar ummatlari qatoridan Alisher aka Allohni suygan bandalari qatoridan bo'ling. Inshaalloh. Robbim sizni suysin, erkalasin. Xuddi yaqinlar farzandlar sizni suygandek, erkalagandek xursand bo'ldingizmi? Ilohim shu xursandchilik sizni hech qachon tark etmasin. Keling, endi hozir jigarlarim taronasini tayyorlab kelganmiz. Barcha jigarlarni davramizga taklif qilamiz u bayramga o'xshasin. Bir o'ynab berasiz. Marhamat, ko'rgan ko'zlar quvonsin.
doim kelgidan Rabbim ayirmasin, orzularinglar qo'lida bo'lsin. Doim fayzli istagimiz foyzli yuzinglarda samimiy tabassumlar bo'lsin. Alsherika, bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan sizlarga yana bir bor chin dildan muborakbod etayotganmiz. Rabbim bergan bir bora umringiz ravon bo'lsin. Erkingizga nasibani unvon qilsin. İnşallah ko'zlar ko'rishdan, oyoqlar yurishdan, qalbingiz urishdan tolmasin. Qutlug' qadamingiz muqaddas Ka'baga yetsin. İnşallah yaratgan Robbim o'yini ko'rib, qolchilarda, kelmaymiz qolchi, onajon unvonlari bilan siylatsinlar. Bugun sizga berganimiz ushbu tabriklar dildagi iliq nomalar edi. Agar arz bo'lsa ham xursand qilolgan bo'lsak, jigaringizda sizni dunyolarcha yaxshi ko'rishlarini e'tiroflarni bildirib, shod qila olgan bo'lsak, buning biz maqsadimizga to'la-to'kis erishdik. Shunday ekan, yaratgan Allohimdan yana bir bor bugungi bitgan qismati tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lishini so'rab qolamiz. Shunday ekan azizlarimiz, oldingi teng vaqtinglarni olib qo'ydik, ming bor uzr so'raymiz. O'z navbatida har biringlardan xonadoninglarga kirib kelgan yangi yilda mehr muhabbat bir-biriga mustahkam bo'lishini, xonadoninglarda osoyishtalik, totuvlik, tinchlik, xotirjamlik doim hukmronlik qilishini tarafdorimiz. Bugungi olingan oltin tasvirlarni eslatib o'tamiz ijtimoiy tarmoqlar orqali. Telegram, Instagram, YouTube kanallarida Nilufar Vlogs yo bo'lmasa bu mening onamdir qidirasiz olingan oltin tasvirlardan bahramand bo'lasiz. Har biringlar Alloh omonatsizga bir bor tavallud kun muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. O'zaro ehtiromlarni qilgan jigarlari Gulnazarxondan ham Alloh o'zi risolat bo'lsin. Yaratgan Robbim panohida asrasin. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin.